Hammaga Xudoning tinchligi yor bo'lsin. Bugun siz bilan Xudoning tabiati va progressiv vahiy degan mavzuda gaplashmoqchi edim. Agar umuman olib qaraydigan bo'lsak, har bir masihiy kishi, ya'ni Robbimiz Masihga, Yeshua Masihga ishonadigan kishi teolog yoki ilohiyotshunos bo'lishi kerak. Qandaydir darajada shu narsaga erishishga yoki o'rganishga harakat qilish kerak albatta. Nima deydi, Xudoning kalomidan ham va boshqa sohalarda bilimini oshirish kerak albatta. Endi teolog deganda Xudoni tanib biladigan odamni tushunsa bo'ladi. Umuman olganda teo degani Xudo, log bo'lsa logosdan, ya'ni ta'limot yoki so'z degan ma'noda, ya'ni Xudo haqidagi so'zni o'rganadigan, biladigan, ta'limotini biladigan odam haqida gap ketadi. Endi bir xil ateistlar ham o'zini teolog deb aytadi. Aslida Xudoga ishonmasdan turib teolog bo'lishi mumkin emas deb o'ylayman. Endi ular nima deb o'zini chaqirsa chaqiravsin. Chunki eng asosiy fikrni agar Yuhannoni qaraydigan bo'lsak, demak Yuhanna 17:3 da Iso bu yerda shogirdlarga ibodat qilganda shunaqangi gap aytadiki, abadiy hayot esa yagona haq Xudoni hamda seni yuborgan Iso Masihni tanib bilishdan iboratdir. Ya'ni bu yerda tanib bilish deganda qaysidir darajada bilishimiz kerak. Chunki umuman olganda Xudoni 100% bu yerda bo'lganimizda, bu tanada, cheklangan tanada bo'lganda biz bila olmaymiz, lekin qandaydir darajada bilish kerakligini shu yerdan ko'rsak bo'ladi. Va shu bilish orqali abadiy hayotga erishishimizni ko'rsak bo'ladi. Endi shunda ham Xudo bizga najot bergan yoki abadiy hayot berganda qanchalik teologiyani bilishimizni yoki yana turli xil juda ham ko'p fanlar bor. Agar teologiyani o'ziga qaraydigan bo'lsak, ichidagi bo'limlari juda ham ko'p. Hammasini 100% biladigan odamga faqat najot beradi degan gap emas. Chunki boshqa joylarda ham ko'rsak bo'ladiki, agar biz o'zimizni gunohkorligimizni tan olsak, keyin Iso Masih, Yeshua Masih Xudoning o'g'li ekanligini ishonib, u biz uchun, gunohlarimiz uchun xochda o'lib, ko'milib qayta tirilganiga ishonsak, shuni, ya'ni shu oddiy kam narsani tanisak ham, bilsak ham shuni o'zi yetadi. Lekin undan keyin albatta biz to'xtab qolishimiz kerak emas, yana shu o'rganishda davom ettirishimiz kerak. Shuni qisqacha boshida aytmoqchi edim. Endi esa teologiyani asosi nimaligini birinchi boshdan ko'rishni boshlaymiz. Ya'ni qisqacha qilib aytadigan bo'lsak, Xudo o'zi xohlaganicha tarix bo'ylab bizga nimani xohlasa ko'rsatgan yoki vahiy qilgan va qanday xohlagan bo'lsa shunday qilib o'sha narsani bizga bildirgan. Shuning uchun uni tanib bilishimiz uchun biz sistematik tarzda yoki bitta tizimga qo'yib turib, Xudoni bizga vahiy berganligini ko'rib chiqishimiz kerak bo'ladi. Va Xudoni bilish deganda eng asosiy birinchi mavzu bu monoteizm bo'lishi kerak. Ya'ni monoteizm deganda mono degani bitta, teo Xudo va izm endi shu ta'limot yoki xudolik haqidagi ta'limot deb aytsak bo'ladi. Masalan, boshqa kitoblarni qaraydigan bo'lsak, odamlar bilan gaplashib yoki shu ilm fan bilan shug'ullanadiganlar asosan yudaizm, masihiylik va islomni monoteizmni ga tegishli dinlar deb aytishadi va shu uchta din yirik dinlardan biri, ya'ni unga ergashadigan odamlarga qaraganda masihiylik birinchi o'rinda adashmasam, islom keyin va yahudiylik keyinroq bo'lsa kerak. Lekin islomga kelganda monoteizm haqida, u haqida hozir gapirishmay turamiz, lekin tarixan qaraydigan bo'lsak, birinchi yudaizm bo'lgan. Shuning uchun eski ahdda monoteizmda Xudo qanday qilib o'zini namoyon qilishni boshlagan, ya'ni o'zini kimligini tanishtirganda nimalarga e'tibor berganligini ko'rsak bo'ladi. Eski ahdda ko'radigan bo'lsak, endi boshini agar hisobga olmaydigan bo'lsak, ya'ni boshida Xudo, bitta Xudo, hozir endi bilamiz bu o'sha shaxsdagi Xudo odamni yaratadi, hamma narsani yaratadi, odamni yaratadi, havoni yaratadi va ulardan keyin bolalari, ya'ni tug'ilib tarqalishni boshlashadi butun yer bo'yicha. Lekin shu gunohga botgandan keyin, odam gunoh qilgandan keyin o'sha tarixlarni qaraydigan bo'lsak, deyarli hamma xalqlar ko'p xudolikka ishonishni boshlashgan. Ya'ni
turli xil masalan butparastlarni qaragan bo'lsak, yo turli xil butlarga ishonadigan yoki ko'p xudolarga ishonadigan qarasak, turli xil butlari bo'lgan. Qaysi xalqni qaramasangiz, endi shu Isroilni davlat sifatida paydo yoki shakllanishidan oldin, masalan Ibrohimning chaqirilishidan oldin deb qaraydigan bo'lsak, Ibrohimning o'zi ham butparast bo'lgan, oilasi butparast bo'lgan deb yozilgan bir xil kitoblarda. Masalan, yomg'irni xudosi bitta bo'lgan. Yomg'ir yog'masa o'sha xudoga qurbonlik qilish kerak yoki iltijo qilish kerak. Keyin quyosh boshqa bitta xudo bo'lgan, bulutlar yoki havo, yer yoki ko'l yoki qanaqadir daryomi nima bo'lmasa hammasida turli xil but bor deb, endi ular o'zini but demagan, ularni but deyishmagan odamlar endi o'zlari uchun xudo yoki iloh deb hisoblashgan. Lekin hamma xalqlar demak turli xil va ko'p xudolarga ishonishgan va juda ham bir xillarida sal ko'proq, sal kamroq bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin hammasida ko'p xudolik bo'lgan. Keyin esa Xudo Ibrohimga namoyon bo'lib turib, men o'sha bitta xudoman, hamma narsani yaratgan, hamma narsani ustida turadigan, men bitta xudoman, boshqa mendan boshqa xudo yo'q degan gaplarni gapirib chiqqanda, o'sha payt uchun juda ham g'alati narsa bo'lgan. Chunki hamma ko'p xudoga ishonardi. Birdaniga kimdir chiqib turib, yo'q, sizlarning xudoinglar xudo emas, faqat bittagina xudo bor. Va o'sha xudo hamma narsani yaratgancha odamlar hayron qolishgan. Yo'q, masalan, quyoshni xudosi quyoshni yaratgan, yorug'likni yaratgan deyish mumkin. Bir xillar yerni xudosi yerni yaratgan va shu kabi gaplarni gapirgan bo'lishi mumkin. Lekin monoteizm, ya'ni odamlarni shu gunoh holatidagi ahvoliga to'g'ri kelmaydigan qandaydir bir fikr edi. Ya'ni boshqalarning xayoliga kelmaydigan narsa edi. Shuning uchun boshida Xudo o'zini monoteizmligini ko'rsatishni boshlagan, ya'ni Xudo bitta ekanligini ko'rsatishni boshlagan. O'shanda ham Elohim deganda eski vaqtda bu el degani ivrit tilida Xudo bo'ladi, Elohim degani xudolar degani aslida. Shuning uchun muqaddas kalomdagi Xudoga eski vaqtda Elohim degan so'z ko'p marta ishlatiladi va unda Xudo deb tarjima qilingan. Lekin boshqa xalqlarni Elohim, ya'ni xudolari haqida gapirganda ko'plikda xudolar deb tarjima qilingan va shu to'g'ri deb o'ylayman. Ya'ni demoqchimanki, o'shanda ham yoki ibtidoni boshida qarasak, biz yaratamiz degan so'zlar bilan Xudo o'zini ko'p shaxsda ekanligini ko'rsatishni boshlagan. Lekin o'shanda ham men bitta xudoman degan ko'p oyatlar bor edi eski vaqtda. Shuning uchun tarixan Xudo mana shu fikrni, monoteizmni birinchi bo'lib tarqatishni boshlagan, ya'ni nimani bizga ochib berishni boshladi. Boshida monoteizm edi va qanday qilib o'sha narsani ochib berish boshladi, uni muqaddas kalomni o'qiganda ko'rishimiz mumkin. Shuning uchun biz haqimizda masihiylar haqida gapirganda bir xillar sizlar uchta xudoga ishonasizlar deganda, biz yo'q, biz hech qanaqangi uchta xudoga ishonmaymiz. Biz bitta xudoga ishonamiz deb aytishimiz shart. Havoriylarning aqidasida ham yoki masihlar aqidasida degan Nikeya aqidasi haqida gapirganman. Bir xil videolarim bor, ko'rib chiqsangiz bo'lardi. U yerda ham shu narsaga juda ham qattiq e'tibor berishgan va tarix bo'yicha va muqaddas kalomimiz bo'yicha biz bitta xudoga ishonamiz. U uchta shaxslik xudo va uchta shaxs alohida agar oladigan bo'lsak, ular alohida xudo, lekin qanday qilib bo'lmasin, Xudo o'zini namoyon qilganda o'sha uchta shaxs bitta Xudo ekanligini bizga ko'rsatib bergan. Shuning uchun masalan bir xil odamlar aytadi, Xudo ota birmi? Biz deyishimiz mumkin. Xudo ota xudomi? Ha. Xudo o'g'il xudomi? Ha. Xudo muqaddas ruh xudomi? Ha. Bu 1 2 3 uchta-ku, demak sizlar uchta Xudoga ishonasizlar desa, biz aytishimiz kerakki, yo'q, biz uchta Xudoga ishonmaymiz. Biz uchta shaxsni bo'lib tashlamaymiz. Ular alohida bir-biridan farq bo'lsa-da ham, lekin ular bo'linmaydigan bitta Xudo deb aytishimiz kerak va kimdir qanaqasiga unday bo'lishi mumkin, mantiqqa to'g'ri kelmaydi desa, to'g'ri, bizning mantiqimizga to'g'ri kelmaydi, chunki Xudo bizga o'xshamagan va tabiatda bo'lgan hech narsaga o'xshamagan Xudo. Shuning uchun u o'zi haqida nimani va qanday bildirgan bo'lsa, biz o'shani tanib bilamiz va shuni tasdiqlaymiz. Ya'ni boshqalar uchta Xudoga ishonasizlar desa, hech qachon ko'nmanglar, chunki biz uchta Xudoga ishonmaymiz. Demak, shu Xudoning o'zi bizni teologiyamizni shu orqali chekilib qo'yadi-da. Ya'ni bizni Xudo haqidagi, uni tabiati haqidagi haqiqatni bilmoqchi bo'lsak, uning o'zi bizga nimani bildirmoqchi bo'lsa, vahiy qilib
ko'rsatmoqchi bo'lsa va qanday bilishimizni uni o'zi ko'rsatadi. Mana o'sha narsaga biz o'sha narsani qandayligini, ya'ni nimani bildirganligini va qanday bildirganligini bilib, o'shani mahkam tutishimiz kerak. Bizni o'zimizni fikrimiz yoki boshqa odamlarning fikri bunga to'g'ri kelmasa yoki tushmasa, bu bizning muammomiz emas. Nimaga? Chunki Xudo o'zgacha bo'lganligi uchun u o'zi haqida nimaga deganligini iymon bilan tan olamiz va boshqa hech narsaga o'xshamasligini bilib turib shu narsani aytamiz. Shuning uchun biz o'zimizdan qanaqadir fikrni to'qib chiqib yoki o'ylab chiqib turib, mana Xudo shunaqa ekan deb aytishimiz mumkin emas, chunki bu ahmoqlik bo'ladi. Yoki mana shu fikrimizga Xudo bo'ysunish kerak yoki Xudo aynan mana shunaqa bo'lish kerak desak, bu ahmoqlik bo'ladi. Nimaga? Chunki o'zimizda, xayolimizda to'qib chiqqan Xudoni haqiqiy Xudo deb o'zimizcha tasavvur qilmoqchi bo'lyapmiz, lekin Xudo o'zini bizga qanday qilib bildirganligini va nima aytganligini tan olmasak, bu jinnilik-ku. Shuning uchun Xudoning fikriga asoslanishimiz kerak, o'zimizning fikrimizga emas. Demak, Xudo o'zi haqida ko'p narsalarni bizga yetkazgan, lekin 100% hamma narsalarni bildirmagan va progressiv ravishda, ya'ni boshida ozgina, keyin sal ko'proq va sal ko'proq, ya'ni bosqichma-bosqich bizga o'zi haqida bilimni bildirishni boshlagan. Lekin Xudoni 100% bilishning iloji ham yo'q biz uchun. Demak, shuning uchun u o'zi qo'ygan chegaradan biz o'tib ketishimiz kerak emas, ya'ni haddimizdan oshib ketishimiz mumkin emas. Masalan, Qonunlar 29 ga qaraydigan bo'lsak, bu yerda sirlar egamiz Xudoga tegishlidir deyapti. Ya'ni qandaydir sirlar borki, bizga ochilmagan, biz bilmaydigan yoki tushunmaydigan narsalar borki, faqat Xudoga tegishli. Ammo u qonunni bizga ayon qildi. Bu yerda o'zbek tiliga sal boshqacharoq tarjima qilishgan. Adashmasam qonun degan so'z yo'q bu yerda. Hozir ingliz tilidan bir ko'rib chiqayda 29 ni. Demak, ingliz tilida the secret things belong unto the Lord our God, but those things which are revealed belong to us. Ya'ni bu yerda bizga ayon qilingan narsalar bizga tegishli deyilgan. Ya'ni qonunni degan so'z yo'q. Qonun degan balkim shu nazarda tutgan bo'lishi ham mumkin. Qonunni deganda, ya'ni bizga ayon bo'lgan yoki namoyon bo'lgan narsalar bizga tegishli deganda, bizga namoyon bo'lgan narsalar deganda qonunni nazarda tutgan bo'lishi ham mumkin. Lekin aynan shu so'zni o'zi yo'q bu yerda. Ya'ni sirlar bizga namoyon bo'lgan narsalar Xudoga tegishli, o'shaning uchun unga suqilib kirishga yoki bilishga harakat qilishimiz kerak emas, bila olmaymiz ham. Chunki Xudoga tegishli faqat bizga emas. Bizga namoyon qilingan narsalar esa, ya'ni qonundagi, muqaddas kalomdagi ayon qilingan narsalar bizga tegishli va biz bolalarimizga tegishli deyilyapti. Shuning uchun Xudo qo'ygan chegarasi bo'yicha bilishimiz kerak, tanib bilishimiz kerak, undan tashqariga chiqishimiz kerak emas. Yana bitta narsani ko'rib chiqmoqchiman. Ishaya 55-bobda 8-9 oyatlarda shunday degan, egamiz shunday demoqchi: sizlarning fikringiz meniki emas, mening yo'llarim sizlarniki emas. Osmon yerdan qanchalik baland bo'lsa, mening yo'llarim ham, o'ylarim ham sizlarning yo'llaringizdan, o'ylaringizdan shunchalar balanddir. Shuning uchun biz Xudoni bilamiz deb hech qachon 100% ayta olmaymiz, lekin tanib bilishimiz kerak uni. Shuning uchun u bizga nimani bildirgan bo'lsa kalomda, o'shani tanib bilishimiz kerak va aynan o'shani mahkam ushlashimiz kerak. Ya'ni bugungi videoda asosiy fikrim shu edi. Demak, Qonunlar 6-bob 4 va 6-oyatlarni o'qib chiqaylikda. Ey Isroil, quloq sol, egamiz Xudo tanho egadir. Bu haqda ilgari ham gaplashgandim. Tanho deganda tanho deyilmagan, ehad degan so'z ishlatilgan va u bitta yoki yagona yoki tanho degan ma'noda emas, yoki birlashgan degan ma'noni bildiradi. Ehad egadir, egangiz Xudoni butun qalbingiz bilan, jon dilingiz bilan, butun vujudingiz bilan sevinglar. Bugun men sizlarga bergan bu amrlarni yuragingizda saqlanglar degan. Ya'ni mana shu Xudo o'zini bizga, ya'ni tarixan insonlarga namoyish qilish boshlaganda shu boshi edi. Xudoni monoteizmni ko'rsatishi, ya'ni bitta Yehova ekanligini ko'rsatganda, keyinchalik esa bu Yehova uchta shaxs ekanligini ko'rsatadigan oyatlarni ko'rgandik. Keyin eski ahdda ko'rgandik. Shu meni kanalimda videolar bor, ko'rib chiqing. Keyin esa yangi ahdda ko'proq qilib mana shu Yehova uchta shaxs kim ekanligini, Xudo o'g'il va muqaddas ruh ekanligi aniqroq ko'rsatilgan. Butun xalqlar esa politeizmga ega edi. Ya'ni politeizm degani poli degani ko'p degani, teoxudoizm ta'limot, ya'ni Xudo ko'p xudolik haqidagi ta'limot, ya'ni
faqat yahudiylarda o'sha payt masalan eski ahdda qaraydigan bo'lsak, ularda faqat monoteizm bo'lganda, butun barcha xalqlarda esa politeizm bo'lardi. Monoteizm eng asosiy fikri demak, bitta yaratuvchi bor, u hamma narsalarni yaratdi va hamma narsalarni ustidan bitta xudo o'sha ekanligini aytilishi bu monoteizm bo'ladi demak. Lekin agar tarixga Isroil xalqini o'ziga qaraydigan bo'lsak, yahudiylar juda ham ko'p marta butparastlikka berilib ketishardi. Ya'ni Yehovaga boshqa yoki xudolarni qo'shib qo'yishardi yoki butunlay Yehovadan yuz o'girib boshqa ilohlarga yoki butlarga sig'inishardi. Ya'ni insoniy o'zimizni gunohiy tabiatimiz bo'yicha bizga monoteizmda bo'lish juda ham qiyin, politeizmga o'tib ketish juda ham oson ekan. Agar yahudiylarda bunaqa narsani ko'radigan bo'lsak, bizda ham bir xil paytlarda shu narsani ko'rishimiz mumkin, shunday ahvolga tushib qolishimiz mumkin. Ya'ni bizda masalan but deganda albatta qandaydir bitta xudoni qanaqadir masalan quyosh xudosi yoki ko'l xudosi dediku, shunaqaga masihlar sig'inadi degan gap bo'lmasligi ham mumkin. Endi shunaqalar ham bordir, lekin butlarni o'ziga yasash deganda faqatgina va shunaqangi tarixan bo'lgan qandaydir xudolar emas, balki boshqa insonlar, qandaydir narsalar ham bo'lishi mumkin. Masalan, kimdir masalan boylikka berilib ketadigan bo'lsa, u pulga xizmat qilgan deb pulni o'zini xudosi qilib olgan bo'ladi. Kimdir ko'p ovqatga berilib ketgan bo'lsa, u ovqatni o'zini xudosi qilib olgan bo'lishi mumkin. Kimdir esa qandaydir boshqa masihiy odamni, uni gaplarini, ta'limotini o'ziga xudo qilib olgan bo'lsa, demak o'shalar o'ziga butparast yoki butni yasab olishgan bo'ladi va shunaqa qilib politeizmga o'tib ketishgan bo'lishini nima deydi, kuzatsak bo'ladi. Shuning uchun eski ahdda xudo shunaqangi bular politeizmga yahudiylar berilib ketgani uchun juda ko'p marta qayta men bitta xudoman, menga ishoninglar, menga umid qilinglar degan kabi gaplarni ko'p qaytargan va butlarni yo'q qilishga juda ham ko'p e'tiborni qaratgan. Demak, o'shanda Yehovaga sherik qilib ular qo'yishardi. Masalan, bir xil joylarda mabadni o'zida ham, Solomon paytida ham masalan xudoni qurbongoh tursa, yoniga boshqa xudoni qurbongohini qo'yib qo'yishardi. Ya'ni Yehovaga boshqa xudoni sherik qilib, ya'ni uni tenglatib qo'yishardi. Lekin Yehovaning sherigi borligi haqida boshqa bitta videom bor, o'shani ham ko'rsangiz bo'ladi. Xudoni o'zi gapirgan, u xudoning o'g'li unga sherik ekanligini ko'rsatgan, lekin boshqa xudo bo'lmagan, ya'ni Yehovadagi 3 ta shaxsdan boshqa kimnidir unga tenglashtirish bu butparastlik bo'ladi. Shu va yana Hakamlar kitobida juda ham ko'p ko'rsak bo'ladi. Isroil gunoh qiladi, keyin ular jazolanadi. Gunoh qilganda shu butparastlik bilan ko'pincha gunoh qilishardi. Keyin Xudo ularni jazolaydi, keyin qiyinchilikka tushardi. Boshqa xalqlar ularni quvg'in qilishni boshladigandan keyin ular tavba qilardi, keyin Xudo ularni kechirishardi. Keyin va nima shu narsa yana doira bo'yicha aylanib boraverardi. Gunoh qilishadi, jazo qilib bo'linadi, qiynalishadi, tavba qilishadi, kechirishadi. Keyin yana gunoh, jazo, qiyinchilik, tavba, kechirim shunaqasiga aylanasiga bo'laverardi. Xuddiki endi birdaniga bo'lmas, bir xillarda 40 yil, 80 yil, 100 yil davomida bo'lgan narsalarni gapirishimiz mumkin. Lekin shu narsani biz ularni tarixida ko'rsak bo'ladi. Agar ularda bo'ladigan bo'lsa, eski ahdda esa biz uchun biz saboq olishimiz uchun yozilganligi uchun bizda ham shu narsa kuzatilishi mumkin. Shuning uchun o'zimizni butparastlikdan tiyishimiz kerak. Bu haqda yangi ahdda ham aytilgan gaplar bor. Demak, progressiv vahiy deganimizda shuni sirrini ochilishi yoki ma'lum qilinishi tadrijiy yoki darajali rivojlanishga ko'rsak bo'ladi. Taqsimlanish yoki xabar berish bo'lganda darajama-daraja yoki bosqichma-bosqich Xudo o'zini ko'rsatishni boshlaganligini tushunamiz va keyinchalik shu Xudo bitta Xudo bo'lsa-da, u 3 ta shaxs ekanligini bizga namoyon qilgan. Shu haqida bugun siz bilan gaplashmoqchi edim. Shu yerda videoni tugataman. Agar videolar yoqayotgan bo'lsa, like bosishni unutmang va qaytib kelaylikda, ya'ni Xudoning tanib bilish haqidagi videoni tugataman. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lishni esdan chiqarmang. Boshqalarga bemalol ijtimoiy tarmoqlar orqali shu videolarimni, kanalimni bemalol tarqatsangiz bo'ladi. Qanday izohingiz bo'lsa yozib qoldirsangiz bo'ladi, savolni ham yozsangiz bo'ladi. Endi esa hammangizga Xudoning tinchligini va inoyatini yor bo'lsin deb qolaman. Xayr, salomat bo'ling.
abadiy hayot esa seni yagona haq xudoni hamda sen yuborgani soma seni tanib bilish tanib bo'ladi